Assalomu alaykum opa, yigitim opamni to'yiga borishimga ruxsat bermadi. Menga yo'lamaguncha menga xo'jayin emas desam, orani ochib yubordi. 2 yil gaplashganimga achinmayapman. Achinmang onalarini desa, achinmang unaqa bolalarga. Yaxshiyam sen bilan 2 yil gaplashib kimligini bildim. Day bo'q yana 3 yil gaplashib qolganimda nima bo'lardi? Umrim ne za что o'tib ketardi deng. Hammasi nimaiki bo'lmasa yaxshilikka. Tim bo'li. Fu deng. Sen kimsan? Men xo'jayinlik qilasan deng. Tavba qildim. 2 yil просто tak loq qilib gaplashib yuradi, yana xo'jayinlik qiladi. O'tkazib qo'y deyman bu yerga. Unashtirilib qo'yman bilan deng. Uyingga borib qo'y deng. Va keyin xo'jayinlik qil deng. Nifiga себе, tavba тоже men shunaqa yigitlarga вообще tushunmayman. Sizlar o'zingizlar nima, o'zinglar kimni bo'laysizlar? Onasimisanlar, otasimisizlar, qizlarga xo'jayinlik qilasizlar, to'yga borishga. Yoki nima to'yda o'ynashni olib keladimi? Yo shunchalik o'zingizlarga ishonmaysizlarmi? Yo ko'tinglarni ochib qo'yadimi to'yda? Tavba qildim. Yaxshi qilibsiz orani ochib.